E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi vaqtlarda xavfli qurilish obyektlari sababli sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalar soni sezilarli darajada kamaydi. Sababi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tomonidan favqulodda hodisalarning oldini olish maqsadida tegishli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Amaliyotga tatbiq etilgan chora-tadbirlar, istiqbolli rejalar yuzasidan qo'mita tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Bonu Ergasheva tafsilotlar bilan. Ko'ngilsizlik bizdan ruxsat so'rab kelmaydi va u istagan vaqtda inson hayotini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Misol uchun, siz u biz kuniga bir necha marotaba foydalanadigan liftlarimizning kutilmaganda ishdan chiqishi, dam olish maskanlarida attraksionlarning xavfsizligidagi e'tiborsizlik tufayli xohlaganimizdek ijobiy energiya ololmay qolishimiz baxtsiz hodisalarning kichik ko'rinishi deyishimiz mumkin. Qo'mita aynan shu kabi obyektlardagi favqulodda holatlarning oldini olish bo'yicha faoliyat yuritadi. Afsuski, hisobot davrida nazorat ostidagi korxona va tashkilotlarda 14 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lib, ulardan 7 tasi og'ir tan jarohati va 11 tasi o'lim bilan yakunlandi. Har bir hodisa maxsus tekshirilib, 106 marotaba me'yoriy hujjatlar talablari buzilgani aniqlandi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyaviy ma'lumotnomalar rasmiylashtirildi. Ta'kidlash joizki, ushbu davrda nazorat ostidagi obyektlarda avariyalar sodir bo'lmadi. Xavfsiz lift yagona elektron platformasi orqali 2026-yilning 6 oyi davomida ko'p qavatli turar joy binolarida o'rnatilgan 2755 ta lift davlat ro'yxatiga olindi. Hozirga qadar platformaga jami 17517 ta lift kiritilgan bo'lib, liftlarga texnik xizmat ko'rsatuvchi 78 ta korxona ro'yxatdan o'tgan. Matbuot anjumanida ko'ngilochar maskanlardagi attraksionlar xavfsizligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Qo'mita faoliyatining raqamlashtirilishi doirasida tadbirkorlar attraksionlarni ekotizim.serns.uz yagona elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tkazishi belgilangan. Tizim orqali attraksionlarning xavfsizligi, mavsumiy tayyorgarligi va texnik ko'rikdan o'tganligi nazorat qilinadi. Shuningdek, har bir attraksionda uning asosiy ma'lumotlari aks etgan QR kod bo'lishi kerak. Belgilangan talablarga javob bermaydigan attraksionlardan foydalanish esa qonunchilikka zid hisoblanadi. Senatida turgan o'sha xavfli ishlab chiqarish obyektlari, sanoat xavfsizligi hamda potensial xavfli obyektlar to'g'risidagi qonunda aynan shu o'sha jamoatchiligimizni qiziqtirgan potensial obyektlar sirasiga kiritildi. Liftlar, attraksionlar. Men o'ylaymanki, bu qonunni tezroq qabul qilinishi yillar davomida qo'mitani, umuman jamoatchiligimizni qiynab kelayotgan yoki umuman bir qaysidir sohani tartibga solmayotgan sohalarimizni hammasini bir tartibga solib bo'lishi mumkin bo'lgan avariyalarni oldini olishda natijaga erishamiz. Anjuman to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga uzatildi. Aholidan kelib tushgan savollarga mas'ullar tomonidan joyida javob berildi. Yil yakuniga qadar qo'mita tomonidan 10 ta hukumat qarori va 37 ta idoraviy hujjatni tasdiqlash, 4 ta qonun loyihasi bo'yicha ishlarni yakunlash, 70 dan ortiq texnik hujjatlarni xalqaro talablarga moslashtirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, yagona integratsiyalashgan ekotizimda sun'iy intellekt asosidagi virtual yordamchi ishga tushiriladi. Bonu Ergasheva, Jahongir Qosimov, Yoshlar.